Hurmatli bog'bonlar va obunachilar, mana biz va nihoyat keyingi etapga o'tdik. Daraxtlarni 2 kun oldin biz videomizda qo'yib ko'rsatib boryapmiz. 2 kun oldin shoxidan, bargidan oziqlantirib bo'lgandan keyin mana bugun chesla 2025-yil 22-mart. 2 kun 3 kunda mana bizga changlanishi o'z o'rnida keldi. Mana e'tibor beramiz. Hosilxonalar qanday chiroyli ishlayapti. Mana changlanib ham oldi. Bizga hozir meni o'zimni ko'rishim, o'zimni fikrim bo'yicha 90% gul o'zini ushladi. Bu oziqani foydasi. Bitta narsani misol qila olaman, bitta holatni. Mana tagida gul to'kilishi kerak edi. 90% emas, 100% desam adashmayman. Tagida bir dona gul naychalari to'kilmadi. Nega? Tagidan berilgan oziqalar, qishga urilgan bakterial ajrokka qarshi urilgan preparatlar, undan o'tib mana kecha 2-3 kun oldin 18-19 mart kunlari urilgan bargidan, shoxidan oziqlantiruvchi oziqalar. Endi qiladigan ishimiz biz hammasi o'z o'rnida borishi uchun bog'ni sug'orishimiz kerak. Ko'p bog'bonlarimiz qo'rqishadi. Bog' daraxt gullaganda suv qo'yilmaydi. Yo'q. Gullaganda chanqab yotsa, qanday suv qo'yilmasin? Yana bir narsani misol qilib o'ta olaman. Eng kuchli holat mana yog'ingarchilik deyarli bo'lmadi. 5 kun, 6 kun gul davrida kelib, bizda yog'ingarchilik kutilmadi. Biz unda nima qildik? Biz mana Xudoga shukr qarab o'tirmadik, suv bilan bargidan yuvdik. Agar yog'ingarchilik bo'lganda u boshqacha barglar rivojlanib, yanada boshqacha yashnab turardi. Hozir 5 kun, 6 kundan beri yomg'ir bo'lgani yo'q. Mana e'tibor beramiz, gul kurtaklarimiz qanday chiroyli ishlayapti. Bundan keyingi etaplar mana bu yashil xom zelyonni novdani olish, shunaqa bilan ishlash, undan keyingi chikonka bo'ladigan davrlarda har birini o'z o'rnida ko'rsatib boramiz. Faqat bizni kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishlaringni so'rab qolaman. Biz qo'limdan kelganicha bog'imda bo'ladigan jarayonni siz bilan birga baham ko'rgim kelyapti. Siz bilan birga ishlagim kelyapti. Ko'p bog'larda boryapmiz, to'g'ri. Bundan kuchli bog'lar, polni deyarli ancha-muncha bog'lar ta'riflashga til ojiz. Kuchli bog'lar bor. Ishlanmagan, ololmaydigan bog'larimiz ham bor. Nima ish qilishdi, nimadan keyin nima qilishdi bilmaydigan bog'bonlarimiz ham bor, yo'q emas. O'shalarda yo'liga tushib olishi uchun ozgincha bo'lsa ham yordamim, hissam tegsa, men o'zimni juda ham baxtli hisoblayman. Tagidan berilgan go'nglamanakay har bir suvida aytib o'tamiz, sharbat bo'lib tagigacha boradi. Suv to'xtagandan keyin bizda qiladigan ishimiz nima? Qo'ldan kelsa 100 gram yo 120 gram azot yo bo'lmasa karbamid har bir 2 suvda, 1 suvda almashtirib beraversak, bu faqat bahor vaqtida. Undan keyingi oylarga yanada daraxtni o'ziga qarab, hosiliga qarab, mevasiga qarab, daraxtni ishlashiga qarab, bargi sarg'ayib boradigan bo'lsa, u daraxt uyquga ketish arafasida bo'ladi. Bargini yashnatishdan to'xtatmasangiz, sizda qanday tushuntirsam bo'ladi? Boqqa kirishga, daraxt o'ziga chaqirishi juda ham bir ta'riflashga til ojizda. Bog'ning ichiga kirishga men o'zimni shunday deb bilaman, boshqani emas.
boshqalarning fikri qanaqa uni bilmadim. O'zimdagi holat bog' yashnab tursa, bog'dan chiqqim kelmaydi. Mana o'sha aytgan jarayon suv to'xtagandan keyin o'zi qizarib, boyagi go'ng o'z kuchini ko'rsata boshlaydi. Bizning kanalni kuzatishni davom etinglar. Qo'ldan kelganicha etap ko'rsatib boramiz. Videolar bilan.